Dadasi do'g'man. Meni eshitasizmi yo'qmi? Jahlim chiqarma. Yo'q. Nima qilasiz jahlim? Qoch o'rnimda. Qayerga ketyapsiz bo'lmasa? Ishim emas ekan. Qaysi aql bilan shu ishni qilyapsiz? Nima qilishim kerak, ha? Nima qilishim kerak? Siz qaysi aql bilan shu yoshgina qizga o'ylandingiz? Bolalarimizni o'ylamadingizmi? Va bolalarimiz bo'lsa nima qilibdi, ha? Nima qilibdi? Ana? Lobaram tug'ib beradi. Sizda uyat degan narsa qolmabdi o'zi. Bolalar uvoliga qolmang yana. Ey, Eti, o'sha uyat sizdan nimam kam? nimang kammi? Aytingmi? Eshit bo'lmasa. Sen lobar bilan orangda yer bilan osmonchalik farq bor. Ey, sen o'zingga qaraganmisan, ha? Ahvoling qara. 70 ga kirgan kampirga o'xshaysan, ha? Biron marta oynaga qaraganmisan, ha? Ustingdan yog'du issiq hidi keladi-ya. O'sha atirni olib bersangiz sepamanmi? Pul turibdi olmaysanmi? Nuqul shu pul bilan og'zimni yopganingizni yopgan. Yopaman, qoch bu yoqqa. Dadasi to'xtang dedim. Dadasi. Qorong'i o'qibdi o'sha. Ha, kecham tushdi. Bola taksi to'xtatyapti-ku. Ha. Tez boshlaydi. Boshda olib ketsiz. Biror tanishingizmi? Ha, so'ramas olib kelsangiz tez. Xo'p bo'ladi. Shu yerdami? Ha. Xo'p bo'ladi. Ay. Singlim. Biz taksiz emasmiz. Oy. Shunchaki kechqurun yolg'iz turganingiz uchun olib keldik. Rahmat kattakon. Tanishgan uchun xursand bo'ldim. Chaqiruv qog'ozimni berdim. Ha. Bironta yordam kerak bo'lsa telefon qilasiz, xo'p? O'qishingiz tugagandan so'ng balkim o'zimga ishga olamanmi sizni? Rostdanmi? Rahmat, o'ylab ko'raman. Xo'p. Yana aloqaga chiqaman. Rahmat. Juda ochiq qiz ekansiz lekin. Menga yoqdingiz. Siz ham yaxshi odam ekansiz. Sog' bo'ling. Nodir, Labbek. yaxshi qizga o'xshaydi-ya. Ha, ochiqqina yaxshi qiz ekan. Senga ham yoqdimi? Albatta. Hayda bo'pti ketdi. Ketdingmi xo'jaying? Ha. Yosh katta bo'lsa ham juda ham xushmuomala odam ekan. Ko'rinishi ham chakki emas. Mashinasi ham. Shofyori ham bor ekan. Oling. Shart emas. O'zim quyib ichaman. Ha mayli, o'z bilasiz. Menga qara. Shu o'zingga qarab, pardoz, andoz qilib yursang bo'lmaydimi? O'tirishing qaragan. Voy tavba, ha ko'rinishimga nima qilibdi? Uyda bo'lsam pardozni nima keragi bor? Ba'zan shu yoshligimda shu seni nimanga uchun uylangan ekanman deb o'ylanib qolaman-da. Voy, uylanib olguncha esingizdan chiqdimi? Ha oyjonni har kuni yuborardingiz uyga, sovchilikka. Ha keyin bunda odam o'ziga qarab yuradigan payt bo'ladi. Odam bunda to'yga yasanib o'ziga qarab boradi. Ha hozir uydaman-ku dadasi. Odamlarning xotiniga qaragin, yosh qizlarda ochilib yuradi-ya. Sen o'zingga qara. Sen esa yuzlaringga ajin to'lib ketgan. Chalbirab yurasan-a? O'zi sen bilan bu yerga borishga ham uyalaman. Agar xunuk bo'lgan bo'lsam, mana shu sizni, mana shu ro'zg'ori deb xunuk bo'lganman. Ha yoshligimda menda ham chiroy bor edi-ku. Bo'ldi. Ko'p gapirma, asabimga tegib. Ha mayli, oxirgi payt o'zi sizga yoqmasdan qoldim shekilli. Hamma narsadan ayb qidirasiz. Siz avval o'zingizni biling dadasi. Menga nima qilibdi? Ha? Yo'q, menga nima qilibdi? Zabardast kelishgan yigit bo'lsam,
Bilasanmi? Mana shu turishimda ko'chada man degan qizlar turmushga chiqishga rozi bo'ladi. Voy tavba. Ha chol bosku. Sizga kimni ko'zi uchib turibdi dadasi? Bo'ldi, mijg'ovlanmagan. Mana haydovchi bilan kelibdi. Bo'pti, men ketdim. Voy, choyni ichib ketmaysizmi? Choydan zahar qilding ertalabdan.